Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Boz yana sizlar bilan ko'rish, didor nasib bo'ldi. Xo'p do'stlar, qaranglar, sizlar bu sohani o'rganmoqchi bo'lsalaring, birinchidan orom, relax bo'linglar, o'zlaringga hech qiyin qilmanglar. Inshaalloh men ko'shib qilaman sizlarga osonroq, yengilroq tariqaga. Xo'p, xulosa, tanam sizlar bizlar Bybitda akkauntini ochdik. Ochgan bo'lsangiz boz so'ranglar, boz tutamiz, boz boshqa qabrdan olib kelamiz. Xullas, to sizlarning ishlaring hal bo'lgungacha. Bybitda ochdik, akkauntni nima forex tuzatdik, ya'ni nima deydi, taraf salis deydi arabisiga. Xulosa shu forexga ishlaydigan akkaunt tuzatdik, akkauntni oldik va nimaga MetaTrader 5 ga vasl qildik. Bugun men sizlarga yana qaytib yozishdan, bugun MetaTrader 5 ta kompyuterga qanday qilib ishlaysizlar va telefondagi ham bor, lekin telefonga men sizlarga nasihat qilamanki, doimo ishlaydigan bo'lsalaring kompyuterga ishlang. Chunki kompyuter qo'llaring ochiq bo'ladi, chort sayt tahlil qilasizlar, bilasizlar nima ish qilishlayingni tushunasizlar. Endi bugun biz nima qilamiz? MetaTrader 5 ga akkaunt o'tkazamiz, qanday qilib faol qilamiz va pulni o'tkazganini ham o'rgatdim sizlarga. Nimaga? Ya'ni agar pullaring masalan Bybitga bo'lsa, yo bo'lmasa Trezordan yo boshqa birorta do'stlaringdan sotib olmoqchi bo'lsalaring, qaranglar, USDT Tether bo'ladi, nimadir Tron TRC 20 dan sizlar o'tkazasiz. Ya'ni shabakani oti o'tkazadigan, pul o'tkazadigan shabakani oti TRC 20 deydi. Ya'ni Tether TRC 20 ni sizlar intihob qilasizlar va ketadigan joyi bo'ladi. Hamma nimani bu sohaga ishlaydigan bo'lsalaring, depozit qiladigan bo'lsa bo'ladi, withdraw qiladigan bo'ladi. Masalan, pulda masalan nima qilasiz, izofa qilasiz va pulni chiqarasizlar. Ikkita tariqasi. Masalan, doim masalan oladigan bo'lsa depozit qilasiz, chiqaradigan bo'lsa withdraw qilasizlar. Xulosa irsol istilom bo'ladi. Arabisiga teoriyani o'tkazasizlar, bemalol, qo'rqmasdan, xotirjam. Masalan, hozir Bybitni ochdik, hisobini faol qildik. Sizlar birinchidan Bybitga o'tkazasizlar, Bybitdan ayni ko'rsatganimdek o'rdan kirasizlar, tahvil daxil qilasizlar, MetaTrader 5 ga o'tadi. MetaTrader 5 qayni sizlarga oldin hamma narsa aytib, bu hech bir sizlarga ish qilmaydi. Bu faqat nima qiladi? Munassam bilan bilan, ya'ni shu sizlarning hisoblaring bilan bilan bu faqat sizlarga tahlil shu optionlarni nima qiladi? Ochadi. Bu hech bir qaysi bir faoliyati yo'q. Hop, o'zini demo akkaunti bor. Demo akkaunti masalan sizlar o'z soatlaringga hech narsa bo'lmasdan bir telefonlaringda narsalaringni chiqarasizlar, nima qilasizlar, bayonotlaringni yozasizlar. Telefon, emallaringni yozgandan keyin sizlarga taqriban ba'zilar 10 ming dollar, ba'zilar 50 ming dollar nimadir akkaunt beradi. Akkauntga pul beradi. Ya'ni tajribiy o'rgangandan uchun. Hop, sizlar haqiqiy hisoblaringni ochadigan bo'lsalaring, aytdim, o'rdan kopiya qilasizlar, olib kelasizlar, berga MetaTraderga aytganimdek ko'rsatgandek bozam berga hozir bugun sizlarga ko'rsataman. Diqqat bilan, mushkul emas, oyista-oyista, orom-orom, ajala qilmang, narsa qilmang. Kuniga boshqa joylardan ham hop MetaTraderga mushkullaring bor. MetaTraderni search qilinglar Google'ga. Chunki MetaTraderda faol qiling. Bu videolarda tagiga masalan qaranglar, qancha yangisi bo'lsa, yangisini ko'ring, yangisi, mushohidasi ko'p bo'lsa, o'rgatadiganlar ko'p bo'lsa, Eronlar ko'p o'rgatadi. Ya'ni sizlar bizlar osonroq, chunki maktab madrasaga o'qiganmiz, forsa nimaga, lug'atga, shuning uchun osonroq nima qilasizlar, o'rganasizlar. Xo'p, gap xulosa ko'to, ketamiz safhaga. MetaTraderni ochamiz, qanday qilib position, qanday qilib MetaTraderni ichini nima qilamiz? Tayyor omoda qilamiz, nima kerak, nima kerak emas va qaysi arzlarni biz nima qilamiz? Trade qilamiz. Va eslangan bo'lsin, bizlar doiman tilloni va Dow Jonesda ko'proq Dow Jones ya'ni US 30 alomasi bo'ladi. Har vaqt MetaTrader search qilmoqchi bo'lsangiz, bu degani 30 ta kompaniya Amerikaga hammasi bir joyga tushib nimadir? Buni oti xulosa Dow Jones bilasiz, ham Amerikaga. Chunki bu bizlar ishlaydigan strategiyaga seshanani masalan soatni ko'rasizlar, hozir soat qanchadir? 8:48 daqiqaga kecha bo'lsa Amerikaga. Bu soat 8:30, 9:30 ertamanga bozor, market ochiladi. Ya'ni bog'lar tayyor xaridga kiradi. Shu vaqtga bir harakat qiladi osonot bilan, ya'ni bir yo balandga yo pastga
harakat qiladi. Chunki masalan pastdan sotib olib kelib balandga kelganlar hozir endi pastdan sotib oldi, balandga keldi, foyda qiladi. Foyda qiladimi? Sotadi degan foyda qilgan nima ish qiladi? Sotadi, bozor harakat qiladi. Bu sotishga bizlar ham bozorda nima ravandiga kiramiz, sotamiz. Ya'ni doimo odat, ya'ni tartib shuki, biz nima qilamiz? Bozorda ravandiga harakat qilamiz. Ya'ni aks harakat qilamiz. Masalan, qanday sizlarga aytayim? Baharga baharga suvni mavjni aksiga harakat qilsalaring, sizlarni g'arq qiladi oladi. Ya'ni suvni ravandiga harakat qilsalaring nima bo'ladi? Sizlar ham bilasizlar, sezasizlar, yoqasizlar. Yo'inki bu bir bozor, hop, trillion pul bor. Yo misliki bir katta kishtiday baharga ketsa, sizlar o'zlaring baharga tashlasalaring g'arq bo'lasizlar. Shuning uchun kishtining bir chakasiga oslanib olasizlar. Ya'ni bu degani bizlar ya'ni shu naqdiniga, shu pullarni ravandiga yoniga harakat qilib bir ozgina nima qilamiz, yechib olamiz. Mana bu plan. Shuning uchun safar ketaman, sizlarga ma'lumotni daqiq beraman. Boz qo'shinglar. Masalan, bugun men sizlarga mana shu MetaTrader'ni misol qayda bir narsani eslagan tursiz, MetaTrader'da ma'lumotini berdimmi? Mushkul emas. Shoyad men masalan bir YouTuber emasman, shoyad bir yaxshi edit qila olmasam, sado har narsalar shoyad mushkul ko'p bo'lsa, yo ba'zida shoyad men bilmasam, men unchalar ko'p hammasini praktis qilib o'rganib chiqqan zaruratini olaman, bo'lmasa bas qiladi. Asosiy bizda pul ishlash. Ularni o'rgangan narsa. Endi bu sizlar uchun men ozgina harakat qilaman, tartibroq, munozzamroq bu narsani o'rgana olinglar deb. Xulosa gap shu. To'loni bo'lmasin, ketdik safarga. Boshlaymiz. Yalla bina. Oshnolar, azizlar, mana hozir qaranglar, mana bu safha. Sizlar birinchidan mana bu MetaTrader 1 ga bor. Lekin agar nimalaring Mac bo'lsa, ikkita bo'ladi. Birta masalan Apple Store'dan tushirasizlar. Apple Store'dagi masalan bu shaklga keladi. Mana qaq ketdi. Hop, mana bu shaklga bo'ladi. Bu birozgina mazasi yo'q. Faqat bunga bir nimalaringni ko'rsalaring bo'ladi. Boshqa tahlil, boshqa narsa birozgina qiyinroq bo'ladi. Xo'p, sizlarga men nasihat qilayotganim mana bu bo'ladi. Buni qayerdan qilasiz? MetaTrader qarang 5. Bu birozgina shakli boshqaroq. Buni sizlar masalan Google ga borsalaring MetaTrader 5 sizlarning o'zi mana qaranglar keladi. Mana bu sayti bo'ladi. Mana bu saytda masalan download MetaTrader 5 qilsalaring bu shaklga keladi. Nimalaring, kompyuterlaring qaysidir, masalan iPhone ma, mana bu Linux ma, Windows ma, bu ma, xolos har qaysi bo'lsa intihob qilib download qilasizlar. Download qilgandan keyin xulosa boshqa barnomalarda shakliga nima qiladi? Tushadi. Xo'p, bundan keyin mana shaklga tushdimi? Sizlar buni nima qilasizlar? Ochasizlar. Nimaga ochilmaydi bu? Xo'p. Bu hozir misol ochildi. Sizlarga birinchi ochilganimda bunday bo'lib ochilmaydi, ha? Mana hozir men sizlarga bitta xo'p, to'tayna buni ham sizlarga avvaldan aytayinki. Navchort bitta masalan mana masalan biz nima qilamiz, ketamiz. Sizlarga mana bu shaklga ochiladi. O'sha bular balandaklar hech qaysi bo'lmaydi. Bulardan masalan aytaman qanday qilib qayerdan ketirganim bu o'yin ham men hozir bularda. Mana qarang, tegmalarni ko'taring. Hop, mana bularda. Mana qaranglar. Birinchidan sizlarga bunday keladi. Qaranglar, hech narsa yo'q. Qarang, saymi? Bu past ham sho'yat bo'lmasa, pastda bunday mana bu shakl bo'ladi. Bu shaklga ne bilasiz, ne ketgan. Birinchidan qaranglar. Sizlar faylga kelasizlar. Faylga kelgandan keyin open account qilasizlar. Open account qilgandan keyin bu qaranglar, agar Bybit bo'lsa Bybit, Xomanbega bu barnoma dega bor. Buni ham sizlarga men nima qilaman? Buning uchun bunday chapa kelibdi, bir daqiqa to'xtaylik, men bunisini bir ochib ko'rayim bu qandaydir. Chunki bizlarda boshimiz aylantirmasin. Okey, shu say ekan. Xo'p, agar nimalaring Windows bo'lsa to'g'riroq keladi. Bu ham mana bu ham bir nima deyki. Mena telefonda nimasi
kompyuterning arab nimasi tili arabi bo'lgani uchun ko'rsa bu yerga masalan otini yozasizlar har nimaiki bo'lsa, masalan shoyad boshqa bir nimadir broker degan bo'lsa, bu broker, lekin mana bu hozir Bybit, to'g'rimi? Xo'p, Bybit. Mana bu qaranglar, MetaTrader'da demo akkaunti, demo beradigan akkaunti bo'ladi mana bu. Demo degani sizlarga nima qiladi? Demo akkaunt beradi majjoni. Xo'p, sizlar trend qilib o'rganib nima qilasizlar? O'rgangandan keyin nima qilasizlar? Praktis qilgandan keyin haqiqiy kirasizlar, haqiqiyga. Xo'p, sizlarga men oldin aytdim, mana bu akkauntni nambarini bu yerga tashlaysizlar. Bybitga tuzat dedik. Mana bunday raqam qaranglar keladi, bu raqamga tashlab, passwordini tashlaysizlar, mana bu yerga son, uni otini intihob qilasizlar, akkaunt otini, mana barnomani otini. Mana hozir men sizlarga ayni o'zida aql misolini ko'rsatang. Open account. Masalan, mana Bybit, butun tarni urasizlar. Qaranglar, yurgandan keyin son bu yerga Bybit demo ko'radi, live do bizlar live do edi fikrlang bo'lsa, uni urasa yoki ochiladi. Xo'p, hozir menga bu ochiq bor. Endi men biz buni ozgina nima qilamiz? Isloh qilamiz. Xo'p, birinchidan sizlar bu yerga open nimani ursanglar, men bular detani ursanglar, bular keladi. Xo'p, profiles bular unchalik muhim emas. Asosi masalan bu yerga uyga kiramiz. Xo'p, toolbarga kiramiz, standartga sizlarga men bularni ochadi. Xo'p, view. Xo'p, line nima? Keyin men bular nimalar, toolbarlar bu ishlatayotganlar. Xo'p, keyin yana bittasi nimadir? Terminalga. Xo'p, mana bu soat, time bular keladi. Bular o'zining har qaysini ishi bor, uncha qiyin emas bular sizlarga. Oyista-oyista o'rgataman. Xo'p. Xo'p. Faylga keldinglar, new chart ursalaring, masalan, juft arzlar bor. Mana hozir qaranglar, mana bu euro bilan USD, ya'ni euro dollar. Bu pound dollar. Masalan, euroni kalimai muxaffafi EUR USD. Yo masalan pound nimadir? Pound bilan dollar. Bu dollar bilan Japon. Bu ham xulosa har qaysi mana shunday ketadi. Undan keyin pastga kelasizlar. Xo'p, bu forex nimalari. Mana bular ham forex nimdakilari. Xo'p, mana bu yerga kelinglar, bu tilo masalan tilo bilan dollar, tilo bilan pound, tilo bilan euro, tilo bilan Japon bular. Xo'p, unga shakli mana bu sahomlar. Sahom masalan aytayotgan Dow Jones ishlayotganimiz mana bu bor. Bular son keyin nima qilamiz? U zaman bular ustiga murojaat qilamiz, xo'pmi? Bular juft arzlar. Bizlarda ishlaydigan masalan while tel bilan dollar, bu tel bilan masalan yoki masalan nima? Yoki pul bilan masalan tel. Mana bu silver masalan nimadir? Nuqra. Mana bu juft arzlar sizlarga nima qiladi? Xo'p, bu profil, buni nima aytganda bu boshqa narsalar bular uncha nima emas. Bular print, bular uncha asosi nimalar? Faqat open account, login internet account, mana shu faqat open accountda sizlar kirib nima qilasizlar? Boshlaysizlar. Xo'p, mana bu yerga mana bu toolbarlar, mana bu xatlar masalan tartaydigan, vaqqa qilaydigan. Mana hozir endi buni bizlar nima qilamiz? Tuzatamiz. Isloh qilamiz. Buni tuzatib bo'lgandan keyin sonda rost klik qilsalaring, nimadir men bu yerga qaranglar, templates deb keladi. Bu yerga sizlar save qilib qo'ygan bo'lasizlar. Qaranglar, buni ustiga bossalaring, safha qanday stin qilgan bo'lsalaring shu keladi. Men hozir bu stin qilganimni men sizlarga nima qilaman? O'rgataman. Rost klik qilasizlar, paskamda kelasa, kelgandan keyin xo'p, men bu yerdan birinchidan mana bu kandallarga bularga nimadir? Rang berasizlar. Masalan, background man barqani har qaysini bossalaring, bu yerga bu tag'yir beradi. Masalan, qaranglar, agar masalan color in white qilsalaring, qaranglar, oq bo'ldi. Xo'p, men buni ham masalan oq tuzilgan sizlar masalan aytinglarki bu qizil bo'lsin, misol. Qaranglar, qizil bo'ldi. Ko'rdingizmi? Har rang bu yerga
o'zlaring ko'zlaring qanday istasanglar bular tartib qilasizlar. Xo'p, buni tartib qilgani uchun hozir vaqt ketadi. Men buni sizlarga osonroq yo'lini ko'rsataman. Xo'p, mana bu bor, mana bular shu tiket, shu old age, mana bular shu at the price line, bularni hammasini bulardan qaysi kerakligini buni ham sizlarga ko'rsataman. Xo'p, mana bu yerga bu ham bu narsalardan so'ng qanday qilishini hozir aytamiz. Ustiga iqtisodga kelib vaqtlar hozir nimalaring ko'p bo'lmasin. Mana hozir men bir nimaga tampilga kelaman deb bosaman. Qarang, bosdimmi? Buni men setting qilib qo'yganman oldindan, avtomatik bo'ldi. Sizlar bu yerdan mana bu narsalarni keltirasizlar. Bu yerdan keltirasiz, bo'ldi. Ana endi mana hozir men nima qilaman? Mana hozir sizlar masalan buni to'xtatinglar, aksini olinglar. Masalan, bu yerga qo'yilgan, bu ikkita tek qo'yilgan. Xo'p, mana buni alomani ursalaring, buni masalan pastda aksini 1000 ga qo'ysalaring, bu trading o'yinikida ishlaydi, muloyim narm bo'ladi. Xo'p, mana bu shuni ham buni qo'yinglar. Masalan, buni va bu yerga bu ikkitani. Mana bularda masalan bu shu trade history pastga ko'rsatadi nimalaringda, shu trade leveli mana bu narsalarni ko'rsatadi. Masalan, mana bu yerga misol qaysini aytaman? O'sha avtomatik o'zi volume ochiladi. Mana bu yerdagilar. Masalan, bizlar bularga nimadir zaruratimiz yo'q. Mana qaranglar. Ko'rdingmi? Bu yerdagi zarurat kerak emas pastda bilan bo'lgan. Agar sizlar kerak bo'lsa bo'lsalaring izofa bo'ladi. Qayda mana shunday qilib buni tuzatinglar va keyin qolarini qaranglar. Qaysi ranglar berilgan? Qaranglar, background to white, black. Mana shuni screenshot olinglar. Mana shunday qilsang, ayni shunday bo'ladi. Agar boshqa shaklga istasanglar, masalan, buni birtasini qara, birtasini oq qilsa, mana bu yerdan nima qilasizlar? Grade, mana bu bear off, bear down, mana bularda kandallarda aytadi. Bularni o'zlaringiz o'z xohishlaringga nima qilinglar? Tag'yir beringlar. Mana shuncha buni qaysi qiyinligi yo'q. Ko'rdingizmi? Xo'p, mana hozir endi bizlar nima qilamiz? Mana bu yerga keldinglar, mana buni ursalaring. Qanaqay? Mana bu tool boxda ursalaring pastga mega ochiladi. Masalan, sizlar nechta arzda qaranglar, trade qilmoqchisizlar, bergan ular izofa bo'ladi. Masalan, mana hozir bu tilo. To'g'rimi? Mana bu masalan Dow Jones, bu ham NOS 100, bu ham pound, bu ham NZ bilan qaysidir, masalan New Zealand dollar bilan dollar. Bularda mana bu yerga ko'rsatadi. So'ng keyin pastga bunday qarasalaring, trade qiladigan vaqtlaringga bu yerga sizlarda foyda zararlarini ko'rsatib turadi. Hozir masalan 318 dollar bizlarda pulimiz bor. Xo'p, bu eksporti bu ham masalan qancha nimalaringni ko'rsatadi, muomala qilganlaringni, masalan bu historiyaga qancha muomala, qancha foyda, zarar bularni ko'rsatadi hafta oylikni. Xo'p, news qani bilasizlar, axbori falon kazo bularni ko'rsatib turadi. Mana Moneybexga ham xabar kelib turadiki, hop bular unchalar nima emas. Asosiy narsalar emas. Hamon bu narsalardan keyin sekin o'zlaring ma'lumot olasizlar, jonrol nimadir, eksport nimalarni qilasizlar. Xo'p, endi bizlar asosiy nimadir mavzumiz mana bu yerga qarang, chart ustiga. Mana bu yerga mana bu bor, mana bu mouse bilasizlar. Mana bu masalan bir vaqtda ushlab olib kelasa qaynar qanchaligini nimaligini bu ishlash beradi. Xo'p, bu ham bir vaqt mana bunday nimani kandal ustiga qo'yib kunlarni narsa qilardi, masalan jido qilganlarni kerak bo'ladi. Xo'p, bu ham qilasizlar, mana bu nima barobar qilasizlar, qaysi kandalni nima pasti balandligini va nimasini qimmatni, masalan 3000 ga barobar bo'ldi, 3300 nechiga masalan ko'tarmoqchi bo'lsa, boshqa hokazo shunday qilgani bu bilasizlar. Trend line, masalan trend line tatmoqchi bo'lsalar ham da qilib nima qilasizlar, vaqt tartasizlar. Shotchilar nima qilgan vaqtga bu bunday bo'lmasa, buni ham profitiga kirasizlar. Xo'p, bu yerdan misol oti bo'lsa, mana bu yerdan rangini, bu yerdan hujmini va bu yerdan boshqa narsalarni, mana bu nimalarini nima qilasizlar. Mana bu stinglarni barobar qilasizlar. Bichot birinchi vaqtlarga olganda vaqt tarsalaring aynaladi. Xo'p, mana bu ham nima, mana bu ham nimadir Fibonacci pasti baland qilasizlar, keyin buni nima qilasizlar? Mana bunday qilib buni nima qiladigan paytlaring, ya'ni trade qiladigan paytlaring, masalan bu sizlarda masalan mana bu yerga qaranglar, bu enter bo'ldi. Mana bu sizlarda
stop losslaring bo'ladi. Stop losslaringni muqobiliga bu 2 barobar tipi 2 sizlarda aqalli shay foydalang. Mesela vaqtda sizlar pozitsiyani ochdingizmi, so'ng tipi 2 ga keltirib qo'yasiz. Bu hammasiga barobar taqsim qilingan. Buni qanday qilamiz, qaydan qilamiz deydigan bo'lsalar, bu ham shunday ustimda urasizlar. Xo'p, urgandan keyin mana bu yerdan qaranglar. Qarang, ayni shunday qilib aksini o'ynar. Bu ozgina arab bo'lgani uchun chappa ko'rinyaptir. Qaranglar, SL ga 0 qilasizlar. Keyin enter ga 1, nimadir TP1 ga 2, TP2 ga 3, 4 shunday nechta TP qilmoqchisiz? 3 ta yo 4 ta bas kifoya bo'ladi. Shu nima qilib barobar qilasa, urasizlar, okey bu nima bo'ladi? Asli bu o'zi Fibonacci. Sizlar nima qilasiz? Mana bunga tag'yir berasizlar. Qaranglar. 0 ga SL bu bo'ladi. Xo'p, I 1 birda qo'ysalaring I bo'ladi. Ya'ni duxul bo'ladigan joylaring bo'ladi. Xo'p, undan keyin 2, 3, 4 shu shaklda nima qilasizlar? Ketasizlar. Mana bu bundan iborat. Buni ham o'chiraylik hozir. Azonda vaqti bo'pti, bir azonda aytib bo'lsam. Qayerga keldik? Esdan ham chiqib ketdi. Mana bu yerga keldik. Bu hop buni sizlarga aytdim, men bu yerga u yo'lni keldik. Bu tilda intihob qilasiz, xo'p bu ham qoladi sistemda qaysi shaklda bu toolbox yangi aytdim, xo'p toolbarda bularda sam, bular department marketing bular unchalar kerakligi, xo'p sizlarga boshqa bir narsa bo'ladi, masalan aytasizlar, mana bu bizlarga bor, yo mana bu narsalar yo'q deysizlar, xo'p. Masalan buni bir tasni ustimda klik cross qilsalaring, bu yerga nima customize ga kirsalar, bu yerga hammasi ochiladi. Bu yerga bular mazotlar boshqa narsalar ham bor. Masalan keyin aytaylik, mana bu profiles bu masalan kerak emas, yo masalan new chart kerak emas. Yo aytaylik xullas mana bu kerak emas. Remove qilasizlar, qarang mana balanka bu yerdan gum bo'ladi. Ketdi, ko'rdingizmi? Yo masalan bu yerga boshqa bir narsa izofa qilmoqchi bo'lsalaring, bir narsani kerakdi, masalan bir narsani istaysizlar, bu yerdan hammasini o'zlaring mana masalan toolbox yo'qmi? Install qilamiz. Qarang toolbox qilgan bo'lmaydi ijofa bo'ldi. Ya mana bu masalan kerak emas. Nimada eksa. Buni nima qilamiz? Remove qilamiz, ketadi. Ya masalan market ham kerak emas. Bu ham ketadi. Masalan bu nimadir? Meta editor bu ham kerak emas. Nimalarda ketadi? Geram sys bu ham kerak emas. Bu ham ketadi. Bu ham kerak, signal bu ham kerak emas. Bu ham ketadi. Xo'p, bu ham kerak emas masalan. Har narsa kerak bo'lmasa nima qilasiz? Urasiz bo'ldi, bu yerdan ketadi. Mana qarang, buni ixtiyorlaring. Nimadir ko'p kam qilib. Xo'yinga bular ustiga, buni aytdik, men bular masalan tena yozaki, mana bu shu nimani joyiga, nima istimdagi nimani istifoda qilasizlar bundan. Xo'p, mana bu ham musallas, mana bu emoji falon, boysil bularda alomatlarini bularni istifoda qila olasizlar. Xo'p, mana bu time 5 daqiqa, 10 daqiqa. Hop bunga qaranglar. Hop boshqa telefonlar nima uygan, boshqa joyga sizlar o'rgansalar bo'ladi, lekin men hozir misol 1 soatdek kirsak, mana bu kandal, mana qarang bu yerdan katta mayda qilasizlar. Mana shu kandalni ichiga 1 soat aynan. Ya'ni 1 soat necha daqiqadir? 1 soatlari masalan 60 ta 1 daqiqalik kandal mana shuning ichiga bor. Mana misol, mana shu nimani yangi aytdik-ku, mana bu yerdan nima qilamiz? Mana bu yerdan olib bunday qilib, masalan shunday qo'yamiz. Yoki mana bu yerdan qo'yaylik. Xo'p, bir taydan olib kelamiz. Ayni mana shu kavning ichiga 60 ta 1 daqiqalik bor. Mana shu kavning ichiga masalan mana qay yarim soat aylangan nechta bo'ladi? Qarang. Ya'ni 1 soat 2 ta yarim soat 2 ta kandal bo'ladi. Masalan 15 daqiqalikka qarang. Nechta kandal bo'ldi? 5 daqiqalikka qarang, qancha bo'ldi? Mana 1 daqiqalikka qarang. Haq ketdi hozir endi. Mana buni hisoblab ko'rsangiz 60 ta 1 daqiqalik kandal bo'ldi. Ya'ni 1 daqiqalik ichiga soniyalik bo'ladi. 5 daqiqalik ichiga masalan 5 ta 1 talik kandal. 15 talikcha masalan 3 ta 1 talik yo 15 ta 1 talik. Yarim soatlikcha ayni shunday.
4 soatlikcha masalan 24 ta nimadir kandali 1 soati bor. Tushundinglar? Bir kunlik ichiga masalan bir kun nimada 4 soat agar olsa 4 ta, bir kunda 24 ta bo'ladi. 24 ta 1 soat. Bir haftalik ichiga masalan 7 kunmi 7 ta bir kunlik kandal bo'ladi. Ayni shaklda ko'p bo'lib ketaveradi. Xo'p, mana bu yerga kelinglar, bu kandallardan bunday nimani ko'rsa ko'proq shu nimaga kandali joponi shuni istifoda qiladi. Mana bu zoom in zoom out qiladi, mayda katta qiladi. Mana bu 4 talik qiladi masalan bu shaklga. Tushundingizmi? Xo'p, mana bu qaranglar. Bu masalan mana bir vaqt bunday ketgan kandal vaqa ketgan, masalan buni bunday ursalaring, bunday ketiradi. Bu masalan bunday ketgan bo'lsa nima qiladi? Barobar olib keladi. Bu qaranglar, ketganini sting qiladi. Xo'p, bu ikkovini oldinma keyin bo'ladigan ish. Xo'p, bu screenshot, xo'p buni bilasiz. Endi bizning asosiy ishimiz nima bo'ldi endi bu yerga? Tahlilga qoldi, position ochishga qoldi. Ko'proq biz ishlaydigan paytimiz nimadir? Ko'p ishlaydigan paytimiz 5 daqiqalik. Masalan, aytaylik, mana 5 daqiqalik. Xo'p, buni sekin-sekin nima qiladi? Ursalaring, o'zi avtomatik nima qiladi? Damga olib keladi. Bunday bega 2 qalabiga ursalaring, pasti bilan bo'lganini olib keladi. Sizlarga kuchaytirmamda ish bermasa, bunday muloyim yoki bunday pasti baland bo'lmaydi. Sababi nima uchun? Bunday propeziya qilasizlar, bu yerdan qilgandan keyin sizlarga aytdim. Mana buni tekda urasizlar, mana buni 1 ming suzasizlar. So'ng keyin bu muloyim bo'ladi. Bu yerda nima qiladi? Mana ijozat beradi, so'ng keyin bunday pasti baland qila olasizlar. Xo'p, mana ko'proq ishlaydiganimiz masalan Dow Jonesga, to'g'rimi? Mana 5 daqiqaligini ko'raylik. Xo'p, yerdan pasti baland bo'lganimda qilib qolasizlar. Mana bugun misol bizlar ya'ni soat seshan New Yorkka nima qildik? Qaynar har vaqt doimiy bozor seshan New York ochilsa, bozor harakat qiladi, osonot bo'ladi bir muddat. So'ndan keyin range bo'ladi, sekin-sekin ketadi. Masalan, tahlil qilib bizlar aytdik, mana bu trend line, mana bu yo'q edi. Masalan, bu yerdan bozor bu nuqtalagan belgi edi. Biz aytgan bozor bu yerdan kelib, bu yerda sindirib pastga yentsa, nima qiladi? Bozor yenadi dedik. Agar balandga ketsa, bu yerdan bu nuqtadan sindirib balandga ketsa, bozor ravonda savdo bo'ladi, harakat qiladi dedik. Biz ham bu nuqtaga sel oldik. Xulosa nazdik TP-ga respir qilib, xulosa bir ozgina foyda sizlarga screenshotini tashladim. Foyda zarar bu yerdan bozordan nima qildik? Chiqdik. Bozor harakat qilib past, yana endi past qaranglar. Hozir fe'lan bozor bu nimaga? Hozir fe'lan bozor range 5 daqiqalik. To'g'rimi? Masalan, bozor hozir bu hududga, agar bu yerdan bozor yana sindirib chiqsa balandga, bozor yana mumkin ehtimol nimalar ravonda savdo bilan bunga o'xshab ko'tarilib ketadi. Xo'p, mana bularni qaranglar. Mana bularni qanday qilib qilishini. Mana bir tane olib kelmoqchisizlar, bunday olib kelasizlar, bunday ushlaysizlar. Misol bu yerdan qaranglar, qo'yib tartibnoma qancha masofasini yoki yuqoriroq qilmoqchi bo'lsangiz bu yerdan bo'ladi. Xo'p, bularni o'zini propertiesi bor, bu yerdan nimasi bor? Hujumni katta mayda qilasizlar, rangini, hamma narsasini bu yerdan nima qilasizlar? Stem qilasizlar. Buni agar boshqa buni delete qilmoqchi bo'lsangiz, ustiga rost klik qilasiz va delete keladi, delete o'rnini o'chadi. Agar hammasini qilmoqchi bo'lsangiz, hammasini so'mangday nimasi bunday qarang, bu xatlar chiqsa, keyin misol bunday ursalaring, mana buni ursalaring hammasi o'chadi. Buni ursalaring masalan bitta o'chadi. Masalan buni o'chirmoqchimiz qayerda? Delete o'chdi. Mana bulardan ham hamchiron shaklga. Xo'p. Men endi toza bitta arzni keltirmoqchi bo'lsalaring, no chart bu yerdan urasizlar. Xo'p, intihob qilasizlar. Euro, dollarmi, har qaysimi bunday template'da urasizlar, chunki oldindan save qilib qo'ygansizlar. Save qilasizlar nima? Bu shaklga ochiladi. Vaqt boz nimani ochdinglarmi? Position ochdinglarmi? Men misol endi keyin bitta sell olamiz. Mana hozir bozorda ravonda taqriban sell. Mana bu yerga qaranglar. Bu shotlarga bo'lmasa, mana bu bega gumbular bunday ursalaring, bunday chiqadi. Mana hozir bega qaranglar, hujum omillar qancha, mana buni balandga baqa ko'paytiradi. Mana bu lot deydi buni. Bu lot, makro, mem, lotdan mayda shaklga otlar va buni ham sizlarga batafsil aytaman. Agar buni xarid qilsalaring, bozor balandga harakat qilsa foyda qilasiz, pastga ketsalaring zarar qilasizlar. Shuning uchun masalan buni bu yerdan kam qilinglar. Sizlar birinchidan behi nechiga qo'yinglar? Masalan 1 ga qo'yinglar. Masalan uni 1, mana bu shaklda 10 bo'ladi, 1 bo'ladi. 1 ga qo'yinglar.
Xo'p, birga qo'yma boy, chunki bu hujumda qancha pasta bilan bo'lganini nima qiladi? Ko'p foyda zarar qilgan ayni masalan ko'rsaman hozir misol sel ochildi. Ko'rdingizmi? Ochildi, bu yoqqa endi bu yerga bizada mana pastga qarang, foyda zararimizni ko'rsatib beradi. Keyin bu yerga aytadi, qaranglar. Mana bu Dow Jones, xo'p bu ticket nambari, time masalan falan 4:28:80 ga, type ya'ni qismi sell, volume nimadir, hujumi 0.2, price hop 44.151 ga kirding, stop loss, take profit qo'yibsiz. Xo'p, qayerga bu yerga biz sell olganmiz. Sell pastga qarab olganmiz, purush olganmiz. Endi bizlar masalan stop loss qo'ymoqchimiz. Endi aytamizki biz shuni $10 ga rozimiz. Bunday masalan buni qayerga bu yerga mana bu shu kirgan joylarning ustiga mana bunday qilib qayerga tartib kelsanglar, bu chakkasiga qaranglar nimani ko'rsatadi. Mana qay ustiga bunday qo'ysalaring, necha dollar zarar foydaga $9.46 masalan bunday yozinglar ko'tarsak $10.50 cent. Bizada nima bo'ldi? Zarar. Agar bu bozor past qaytib kelsa, bu $10 biz zarar qilamiz. Xo'p, endi bizlar aytamizki, bizlarda $10 qolmadi, $20 bizlar nima qilsak, foyda qilsak. Bu esa mana bu nima? Bu ishlatiladi. Mana buni tuzatganini tuzatasizlar, bunday qilib olib kelib qo'yinglar. Enter qilib, o'shimga tartasizlar, bunday qilsanglar ozroq bo'ladi. Ko'rdingizmi? Bozam ichiga ko'taramiz. Mana bu kirgan joyda ham ustiga barobar qilamiz. Xo'p, mana hozir bu mana buncha bizada zararimiz, agar bozor qaytib ketsa, maqayda zarar foydan ko'rsam, boz bizlar nima qilamiz buni? Bunday tartamiz, mana bu ya'ni kamida nima bo'lsin? Tez tartmasada qo'yib beradi. $21.40 nechisin? Bizlarda bega foydamiz bo'ladi pastga qarab bozor kelsa. Xo'p. Hozir bozor qaytdi, masalan biz hozir qayna $1 gamiz. Bega hujumda qancha ko'tarsalaring, hozir masalan $1 joyiga masalan $10 bo'lar. Agar yana bir lotga sizlar qo'ygan bo'lsangiz, shoyat masalan $100 qancha bedan ko'tarib ketaversalaring, nima qiladi? Ko'tarilaveradi. Xo'p, sizlarda pullaringga qarab, masalan sizlar mana qay $300 bor, har ana standart 1% zarar qilish kuniga haqlaring bor. Har bir $100 misol. Ko'p ham bo'lsa, masalan $100 $5. Masalan sizlar kuniga bir trade qilayotgan bo'lsalaring, masalan bizlarda nimadir? $300 bor, masalan $10 bizga $30 haqqimiz bor. Masalan kuniga Times Seshani New Yorkka 3 ta trade qilayotgan bo'lsak, 3 qalla masalan 10 talik zarar qilish nimadir? Ijozatimiz. Undan keyin ko'p bo'ladigan bo'lsa, keyin to'xtatamiz. Agar bitta ochdik, mana shu ochganimiz barobar keldi, tegdi, foyda qildikmi? Tamom. 20, ya'ni 1 ga 2 foyda qildikmi, biz deya qaytib trade qilmaymiz. Tushundingizmi? Trade qilmaymiz. Bas, mana shu qoida. Shuni har kim bizda keyin xolos, ya'ni misol qasas olganday, intiqom olganday harakat qiladi, hamma pullarni bunga yog' otadi. Chunki bunga ishoninglar, men o'zim shunday qilganman, shunday bo'lgan. Xo'p, $100-200 emas, 5,000, 10,000, 20,000 dollarlarni qo'ldan berganman. Bu plandan oshdinglar, bo'lmaydi. Bu faqat Dow Jones Amerikani seshani sizlarga soatni ko'rsatdim, 9:30 fix. 9:30 nima aytganda sudini vaqtiga 4:30 bo'ladi, Amerikani 9:30 7:00 bozor bir harakat qiladi, mana shu yerga. Keyin uni tahlilini bozorda sizlarga live-ni ham qanday qilib olganini uni ham o'rgataman. Mana hozir bildinglar, pozitsiyani qanday qilib ochish, qanday qilib baylashni nima qildinglar, bildinglar. Mana hozir bu yerdan agar boy olmoqchi bo'lsa, tahlil qilasizlar oldin. Boy olmoqchiman, hamma narsasini barobar qilib, keyin muzokaraga avtomatik kirmaysiz. Hozir men sizlarga va shakli o'rgangan uchun nima qilyapman? O'rgatyapman. Mana hozir masalan bizlar sel oldik. Hozir bu yerda kattaroq qilamiz. Qayerda? Masalan 1 daqiqalik hamda ursak, qani ko'rsatadi. 1 daqiqalikka urdikmi? Mana hozir qayerda? Kattaroq qilib ko'rsatadi. 1 daqiqalikka qayerda? Mana hozir bozor qayerda balandga harakat qilyapman. Bu chakkasiga qayerda bizlarda kirgan joyimiz 44.151.60 ga kirganmiz. Agar bundan balandga ketyapsa, bizda qanday zararimizni bu ko'rsatyapti. Agar pastga qarab harakat qilsa, biz foyda qilamiz. Chunki biz sel olganmiz. Ya'ni aytamizki, biz bu yerdan sotamiz. Sotdikmi? Pastga inib ketsa nima qilamiz? Biz sotib olamiz. Bu yerga masalan
$100 bor edi. $100 sotdik, $80, $70 bo'ldi, sotib oldik, $20 foyda qilgan ayni shunday. Agar sotib oladigan bo'lsa, bu yerdan sotib olib qo'ydik, balanka ko'tarildi, qimmat bo'ldi, biz sotdik, foyda qildik. Mana hozir qaynar $1.5 bizni masalan zararimiz bo'ldi. Tushundingmi? Agar bu balanka ketaversa, bu ichi kelsa, biz nima qiladi? Masalan, $10 zararimiz. Bu stop lossni qo'yganning sababi nimadirki? Mana shu $10 sizning zararingizni ko'rsatadi. Siz bu yerdan avval hujumda ehtiyot qilasiz, bu yerdan hujumda nima? Bu yerdan hujumda tartib qilasizlar. Mana ko'ringlar hozir agar stop lossimiz bizada bega bo'ladigan bo'lsa, qancha masofa bor? Mana buncha masofaga bizning stop lossimiz $10 bo'ldi. Bega hujumda yana ko'tarsak, bega shoyad $100 bo'ladi, $200, $500 ketaveradi. Ana shuning uchun sizlar stop lossni faqat ya'ni hujumda muomalasiga qarab nima qilinglar, qo'yasizlar. Bunday emaski, masalan, doiman nimadir stop losslaring ko'p bo'lsa, foydalaring kam bo'lsa, doiman ya'ni bir stop losslaringni muqobili 2 barobar foydalaymiz. Shunday tahlil qilasizlar, shunday strategiyaga barobar nima qilasizlar? Ishlaysizlar. Mana bu trading o'yini nimadir? Ma'lumoti bilan birga sizlarda akkauntlaringni ko'rsatadi. Hozirgi fe'lan qaysi, masalan, sahamgasizlar, tilogasizlar, hammasini birga nima qiladi? Ko'rsatadi. Xo'p, boshqa nima bor sizlarga men aytaydigan fe'lan? Xo'p, keyin boshqa bir tahlil bu narsalarni bozorda nimadir? Ravandiga buni ham o'rgatamiz. Hozir sizlar faqat shunchani o'rganinglarki, ochib, qanday qilib sistemda faol qilib, qanday qilib masalan mana shuni ishlatasiz. Hozir qaynar misol ketyapti, ravan nimadir? Bu yerdan tag'yir edi, harakat qildi. Masalan, bu nuqtaga kelayotgan balanka ketsa, nima qiladi bu? Mablag' zarar ketaveradi bu yergacha. To $10 keldimi aytamizki, bizlar aytib qo'yamiz bozorga, yana bega biz nima dedik? Aytdik, agar bozor bu yerdan bega keldimi, bizlardan bega chiqar bozordan xolos $10 zararni qabul qilamiz. Ya'ni mumkin birdan bir vaqt bo'ladi, shunday bir short qiladi, birdan bij ko'tarilib ketadi vaqtgacha, bildingizmi? Shuning uchun doiman pozisiyon ochdinglar, lozim stoplasinglar, ya'ni zararni muayyan qilinglar. Mana bu treyderlarda bir qoidasi, bir hisob kitobiki, bu narsani har kim nima qilsa, murojaat qilsa. Xo'p, undan keyin to'lboz bularni son keyin o'zlaring murur zamon o'rganasizlar. Sekin bularni uchun bular kerakli narsa. Mana bu xibratlarni ko'rib turgan, buni ozgina inglizimiz ham 4 talik qiladi, bu bundayki oldima keyin qiladi. Bu ham mana 2 talik taqsim qilar ekan, bu ham bilmayman nima deyman, uchun inglizini ham ko'p bilmayman sizlarga o'xshab. Xo'p, bildingizmi? Boshqa bega qiyinlik joyi qolmadi. Mana qaynar shu narsa sizlarga kerak. Birta mana bu, birta time, birta mana bu nimalar. Mana bular. Boshqa narsalardan keyin oldinma-keyin nima qilaverasizlar? O'zlaring izofa qilasizlar. Har vaqt nimalaring connection bo'lib, bu yerga pastga qaranglar, rukunga unday vosil bo'lsa, mana bu aloma yonib, mana bu narsalar ko'rsatib turadi. MetaTrader vosil bo'lgani, kontakt bo'lgani. Men nimadir bozor forex sudini vaqtida kecha soat 12 ga masalan band bo'lsa, 1 soat taqriban 1,5 soat nima band bo'ladi, boshqa haftaga 24 soat ochiq. Shanba va yakshanba kuni nima bo'ladi? Band bo'ladi. Xo'p, mana bu MetaTraderda ko'p ma'lumoti bo'ldi. Xo'p. Boshqa bega narsa qilib, bu narsalar nima aytganda o'z zamon bo'ladi. Buni ma'no men bu narsalar masalan save qilmoqchi bo'lsalaring, mana bu chartni masalan save qilmoqchi bo'lsalaring, mana bu narsalarda keyin professional bo'lgandan keyin nima qilasizlar? O'rganaverasizlar. Mana masalan sizlarga aytadi buni. Bega mana bu MKL nimani MetaTrader masalan marketi bor, bega mardum har narsalarni sotadi. Nima deysizlar? Marketga signal sotiladi, ana bu nimadir adavotlar, mana bular sotiladi. Bular har qaysini o'zini har ishlar bor. Bulardan keyin oladigan joylari bo'lsa, keyin vaqt soati kelsa uni ham olamiz. Xo'fiylar, mana hozir qaranglar, bega kirdik, mana bozor hozir past qaytyapti, pastga ya Dog'jonzga edi, mana bega. Qaranglar, mana misol tilon agar harakati ravandini ko'rsalaring, qaranglar. Agar bu yerdan bir ozgina pastga kelayotgan bo'lsa, biz selda olsak, sonday stop lossini qo'yamiz. Tiloniki hujumi ko'p bo'ladi. Masalan, hozir $87 bo'ldi. Mana
mana hozir qaynar birga $5 foyda qildik misol. Ko'rasizlarmi? Mana avvalgi zarardan chiqarib $5 foyda qildi. Xo'p, buni 1 daqiqalik bunday ketasalang. Misol. O'sha zamoniki foydaga o'tdingmi? Qarang, stop lossni bunday qilasizlar, olib kelasizlar. Bega bunday qo'yasizlar. Bega endi hozir sizlar zarardan. Mana hozir $19-17 nima qildi? Misol foyda qildinglar. Masalan, tek profitni nima qilasam, bunday pastga olib kelasam, beka keltirib qo'yasizlar masalan. $120. Pastga inib ketaversa sizlar nima qilasizlar? Masalan, sekin-sekin ko'tarib kelaverasizlar. Pastga indirib $6. Pastga qancha pastga yenaversa, sizlar foydani save qilaverasiz. Lekin ozgina tahammul qilsalaring, to tek profitlaringga kelib tekkingacha sabr qilsalaring bo'ladi. Lekin ba'zi vaqt bo'ladi, mana shu foydani qo'ldan bermaysizlar. Masalan, yenaverdim bozor, sizlar ham sekin-sekin pastga inib kelaverasizlar. Kandal va kandal 1 daqiqalikmi, 1 daqiqadan keyin bir kandal yenadi. Sizlar orqasidan nima qiling? Olib kelaverasiz. Ko'ringlar, urdi, nima qildi? Qaytdi. Biz nima qildik? Shu $1 $6 foyda edi. Foydani misol oldi, qaranglar, bozordan chiqarib yubordi. Ko'rdinglarmi? O'chib ketdi. Mana hozir bu yerga qarasalaring, mana $2 bizada nima qildi? $2.5 $2 olmishsin. Foyda qilding deb ko'rsatdi mana. Qaranglar, dollar nimadir? Tilobnan dollar tarixi narsasi mana bu. Xo'p, $2 necha sent? Bizada nimamiz bo'ldi? 60 sent bizada foydamiz bo'ldi. Xo'p, mana buni ham agar istasak qaranglar, hozir misol mana bu stop lossni qarang, ketiraman, uni ketiga qo'yamiz misol. Yana bunday qilamiz. Mana hozir bu yerga nechidir? Balanka ketsa $2 jumla. Bizada zararimiz qancha bo'ladi? $2 12 sent bo'ladi. Qayna ko'rsatadi. Hozir bu pastga yentsa, pastga kelsa, biz buni bunday pastga tartib bu xatdan pastga bunday o'tkazsak, ya'ni bizlar risk free degan narsa bo'ladi. Ya'ni xolos zarardan xalos bo'ldik. Xo'p, pastga kelaversa nima qilib bizda foydamiz bo'ladi. Hozir mana bunday qilib bizlar faqat mana shunday qilib 5 daqiqaga ishlab olamiz. Agar qayna balanka ketdimi, xolos, ya'ni zarar shuga qo'yilgan edi. Shu yerga nima bo'ladi? Zararga tegadi, $2 zararni xalos qiladi. Bo'ldi, balankacha ketmaydi, keta olmaydi. Chunki bizdan nima qilib bozordan chiqaradi. Xo'p, mana lotni hujumda mana bu yerdan ko'rdinglarmi? Yo'inki biron vaqt bo'ladi. Qanday qilib sizlarga aytsam, mana bunday urasizlar. Xo'p, sell limit deydi. Agar qaynar yo pastga bunday balanka urdinglar, sell limit bo'ladi. Masalan, biron vaqt bega urasizlar, qaynar buy limit ko'rsatadi. Buy limit degani sizlar limit qo'yasizlar. Masalan, limit qanday qo'yasizlar? Mana hozir qaydan bizlarga mana bu yerdan qayna buy limitni bizlarga bu yerdan qo'ydi. Buni biz sizlar pastga baland qilib olasizlar. Masalan, aytasak ham bu yerdan mana misol mana bu nuqtadan keldim, bu yerdan men buy olaman deysizlar. So'ng keyin bu buyni qaranglar, limit qo'ydinglar, buni stopi yo'q. Mana bu yerga qaranglar. Dog'jon tarix bu buy limit qo'yildi. 2 volume 2 ga va bu narxga qo'yildi. Siz masalan hozir bergan stop loss bilan tek profit yo'q. Sizlar buni bunday rost-kirib qilsanglar qarang, modify deydi. Modify qilgandan keyin siz aytasizlar, men stop loss qo'yaman. Nima uchun qo'ymayman? Qanchaga stop loss qo'yasizlar? 40 mingga, 44 mingga masalan 67, 44 mingga 67 laring qayga bo'ladi? Xo'p, taqriban shuni orqasiga bo'ladi. Agar 44 mingga aytaylik 55 deylik, to'g'rimi? 55. Bu stop loss bo'ladi. Biz aytamiz endi 44 mingga qanchadir? 100 deylik. Qayna buni urgan zamonda bergan ikki ayam, bittasi 44 mingga 55 ga mana shu yerga bo'ladi. Bittasi ham tek profit baland bo'ladi. 44 mingga 100. 44 mingga 100. Bega nima qiladi? Ikki ayam faol bo'ladi. Qayna 1 2 3. Ko'rdingizmi? Bu ham beriga, bu ham beriga qayna. Mana bu chakasi qayna tek profit, stop loss bo'ladi. Ay undan keyin siz bular buni ko'tara olasizlar, masalan, bunday tarta olasizlar. Bir qalla oshgandan keyin pastda bo'lgan $12 foydaga bo'ladi. Masalan, bu zarari ham
masalan zararni kam ko'p qilmoqchi bo'lsanglar ham bunday pasti bilan qilmoqchi bo'lsanglar qila olasizlar. Qaynar stop loss bo'ldi. Xo'p, agar istasalaring ketsin bo'lmasin bakor emas desalaring urasizlar, detail bo'ladi, xolos ketdi. Xo'p, boshqalarni mururi zamon ustiga kelganga yaxshi o'rganasiz. Hozir mana shunchani o'rgandinglar, mana bildim. Mana past qaylab baga stop loss qo'ydik. Agar bozor birdan past kelsa, risk qilsak, past kelib kelsa, foyda qilaveramiz. Xulosa mana shuncha, menimcha ko'p bo'lib ketadi. Bos keyin mururi zamon mana bu arzlarni ko'rsatib turadi sizlarga. Qaranglar, qaysi arzda, qaysini sizlar ishlaysizlar, bunga qo'yasizlar. Masalan, bu kerak emas, urasizlar, close ketadi. Bu ham kerak emas, urasizlar, close ketadi. Masalan, pound ham kerak emas, Nazovan 100 bu ham kerak emas. Har qaysi kerak emas, urasizlar, ketadi. Pasiv izofa qilmoqchi bo'lsalaring, bu yerdan kesalaring ham bo'ladi. Qayerdan nechot bilan urasizlar, izofa qilasizlar. Xo'p. Boshqa ko'p narsalari bor, ularni hammasini birdaniga o'rganib faqat hozir shuncha bildinglarki, masalan, fayldan kelasizlar, akkauntlaringni ochasizlar, investinglarni qilasizlar, bunday ochasizlar. Sekin-sekin so'ng keyin boshqa sohalarga nima qilamiz? Kiramiz va ishlaymiz. Xo'p, degan hatman bu safalarda like bunday narsalar o'zingiz bilasizlar, boshqa do'stlarga baylang, ozgina adad ko'p bo'lsin, jazobiyat, shavqlik ko'paysin. Jo'ra salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum azizlar, habiblar. Jo'ra sihat bo'linglar.